Boshlang'ich $500 bilan mana shu 2010-yilda ishlab chiqarilgan X2 miz halollansa savdoga berilyapti. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Akalar, sirasi narxlarni aytib o'tib ketaman. Akalar, boshiga $500 berasiz, oylik to'lov keladigan bo'lsa $200 dan 25 oyga qilib berishga berishyapti akalar. Obzor qilib beramiz akalar. Yil 2010 1.6 Donus motorda akalar. Faralari yaxshi holatda. 4 yumshoq balon taqilgan akalar. Salon qismiga kiradigan bo'lsa, akalar, mashinamiz birinchi paysi, lekin ruli gidravlika emas. Obshivkalar yaxshi holatda. Ruliga lekin ozgina nimadir zapchasi qo'yib yuborsangiz gidravlika bo'lib ketar ekan. Kondisioneri ham bor akalar. Kondisioneriga ham nimadir zapchasi qo'yib yuborsanglar, xudo xolasa, u ham ishlab ketar ekan. Faqat egalariga telefon qilib, shu to'g'risida batafsil ma'lumot so'rab olsangiz bo'ladi. Xo'p, chexollar zo'r holatda akalar. Puriklar yaxshi holatda. O'zini bunaqa rullari. Xo'p, probega keladigan bo'lsa akalar, 787 ming probekda bo'lgan mashinamiz, lekin akalar, to'g'risini aytamiz, buni elektrikka olib borgan paytda probegi 2 barobar ko'payib ketgan ekan, lekin o'zi где-то 350 ming atrofida yurgan ekan mashinamiz akalar. Xo'p, mashinamiz mexanika ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma narsasi bor. Tayyor holatda xullas akalar. Imkon bo'lsa kelib haydab ko'ring, yoqsa baraka qilsangiz bo'ladi. Orqalarida eng glavnisi metan gazlarigacha bor. Faqat Toshkent shahar, Toshkent yonbag'irlariga beriladi mashinamiz. Xullas, yomon emas holati. Kimga kerak bo'lsa, пожалуйста. Kelib ko'rsin, yoqsa baraka qilsa bo'ladi. Boshiga 500, 225 oy. Bosinglar akalar.